eng qadrli obunachilar. Mana navbatdagi obyektimiz Samarqandda. Ayni damda mana qor yog'yapti. Ustakalarimiz ajida sumkasini qatirishyapti. Tomimizni ko'rishingiz mumkin. Bu obyektimiz razmeri 25 ga 18 bo'lib, X kat qilib kalteniy profildan yasab berganmiz. Lombos variantda mana akalarimiz o'zi loy bosyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bunday qorda, bunday suvda ancha-muncha ustalarimiz ishlamaydi. Bu tepadagi akalarga bitta like bosib qo'yasizlar mehnatiga. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qo'ygan videolarni ko'rib boraverasizlar har kuni. Qiziq-qiziq videolar chiqarib boramiz. Mana akalar, ustagalarimiz tugatish jarayonida. Qor yog'ishiga qaramay.